Orada bir Fenxiya elchidan xabar olish uchun ichkariga kirsa, elchi uni qayg'urib yana tashqariga chiqarib qo'yardi. Bularning barini menga elchining qo'ni-qo'shnilari aytib bergandi. Ular elchiga bitta pashshaxona sotib olish kerakligini tavsiya qilishardi. Elchi bu gapga kular, ammo javob qaytarmasdi. Keyinchalik menga sababini aytgandi. Qarzlarimni to'lab bo'lmasdan turib, pashshaxona sotib olish to'g'ri bo'lmasdi. Bular o'zga sayyoralikmi deyman-da, hozirgi odamlarga to'g'ri kelmaydi-da. Nima qilsak ham, men qarzi bor odamlarni tasavvur qiling. Mashinada yurishanda, ha desa qarzi bor edi, qarzga botib ketdim deydi. Sot mashinangni, sot uyingni. Odam aytayapti, qarzimni to'lamasdan turib pashshaxona olsam to'g'ri bo'lmasdi deyapti. Xotinimni pashsha chaqmasini mayli, buni romantikaga yo'ying mayli. Sevgiga yo'ying. Bunisini nimaga yo'yasiz? Asar muhtasham. Topinglar, o'qinglar. Men shuncha mana ko'p kitob o'qiganman, boshqa o'qiyman hozir ham. Edi degan so'zni tagiga chizib qo'yibman men bu yerda. Men bunaqa iztirobli edi ko'rmaganman. Shuncha kitob o'qib. Edini tagiga chizib qo'ydim. Umrimda bir so'zni tagiga chizmaganman. Bu yerda edi shu o qadar iztirobliki, qaniydi shu edi shu yerda bo'lmasa edi. Yo'qotish davom etarkan, yo'qotishlar davom etarkan to'xtasa deysizda bu narsa. Bu iztiroblar to'xtasa. Ha, bu yerdagi qahramonlar iztirob chekmaydi. Bular iztirob chekani yig'ladi deb qo'yadi. Yozuvchi. Jim o'tib dalaga chiqib yig'lab keldi deb qo'yadi. Lekin siz tamom bo'lasiz. Shuning uchun edi, masalan, bu jurnalist boya hikoyani so'rayotgan jurnalist, "Falonchi nima bo'ldi?" deganda 17 yoshga kirgan bo'lar edi deydi. Edi bilasiz, u ham unga ham nimadir bo'lganda, uni ham hayot bir nima qilgan. Edi. Bir edi bu qadar iztirob berishini men buni o'qib his qildim. Bular eng avval boshida bir tovuqdan boy bo'lishgan ekanda. Bir tovuq ikkita bo'ladi, keyin ular g'ozga aylanadi. G'ozlar qo'ylarga, qo'ylar sigirlarga, sigirlar yerlarga aylanadi va biz boy bo'lamiz. Deb bu endi qimorga yutqizgandan keyin yerlar sigirga tushgan, sigirdan qo'yga tushgan, qo'ydan g'ozga tushgan, g'ozdan tovuqqa tushgan, oxiri tovuq ham yo'q, ikkitagina qolgan. Shuni umid qilyapti. Bu ikkita tovuq qachondir yana ko'payadi, g'ozlarga aylanadi, g'ozlar boshqa va bir kun yana shunday eski holatimiz bo'ladi. O'sha ikki tovuqni ko'rib otamning o'limidan oldin aytgan gaplari esimga tushdi. Bu tovuqlar katta bo'lsa g'oz bo'ladi, so'ngra yana ko'payib qo'ziga aylanadi, qo'zichoqlar ho'kizga aylanadi va biz yana boy bo'lamiz. Kugen nabirasi. Qarang nima deb yozyapti. Kugenning nafas yo'liga loviya tiqilib qolib jon bergan. Kugen ochofat bola emasdi, faqat biroz qashshoqlik bor edi. Faqat biroz qashshoq edik xolos. Qishloqdagi barcha bolalarning hayoti Kugennikidan ancha yaxshi edi. Endi eng oxirgi dod bo'ladi. Dodi bor, eng nimasi. Vaqt degan joy. Avval boshida cholni ho'kizlar bir ho'kizga bir nechta nom qo'yganday bir sahna bor edi. Asosiy ho'kizga Fuguy deb nom qo'ygan. Fuguy cholni o'zining ismi. Lekin boshqa ismlar ham aytdi-ku u yerda. Ho'kiz ko'pchilik ishlayapti, boshqa ho'kizlar ham bor deb o'ylasin deb.
qarang, ho'kizga aytyapti asar oxirida. Qariya ho'kizga bugun Yuchin va Erchi bir sotiq yerning hammasini ekib bo'lishdi. Jiashen va Fengxiya ham deyarli 70-80% ishni hal qilishdi. Bular kim? Bular xotini, qizi, kuyovi, nevarasi, ularning nomi bilan aytyapti. Ular ham bor. Ular xayolida tirik. Ular o'ziga o'xshagan bir ho'kiz va ular hali ham ishlashda davom etyapti. O'zini nomi Fugui deb nom qo'ygan ho'kizni ularning nomi bilan aldayapti. Tamom. Kichkina Kugen nevarasi ham yosh bo'lishiga qaramay yarim sotiq yerni ekib bo'ldi. Sen nima qilding? Qancha yerni haydaganingni aytib, seni uyaltirmay qo'ya qolay. Axir sen ham qariding endi. Shugina yerni haydash ham seni charchatib qo'yapti. Bu yeriga kelganda boshida kulgili tuyulgan narsa endi sizni yig'latadi. Bir odam dardlari ustidan bunday qahqahalar otib kulishi. Xullas do'stlar, bu kitobni albatta topib o'qinglar. Yana bir bor eslataman. Yuyxua Yashamoq roman tarjima bo'ldi. Tarjimonlarni ham eslatib o'tay. Kim tarjima qildi bu kitobni? Farruh Nurmuhammedov tarjima qildi. Muharrir Xosiyat Rajabova, Otabek Tillayev, Musahhih Mustafa Jasur, muqova dizayneri Doniyor Nishonboyev, sahifalovchi Said Ahmad, ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha mas'ul Diyorbek Bahromov Huzur nashriyotidan chiqdi. Toshkentda, O'zbekistondagi barcha kitob do'konlaridan qidirib toping va o'qing. Tamom, sog' bo'linglar. Ay do'stim, ayt nega holing parishon, alamdan yuraging esilyaptimi? Go'yoki dunyoda birgina sening omadsiz kunlaring cho'zilyaptimi? Ishingda unum yo'q, uyingda tinchlik, ro'zg'orning g'orligi sezilyaptimi? U ham yetmagandek og'ir kuningda eng yaqin do'stlaring yuz beryaptimi? Siqilma, mehmondir tanangda bu jon ham, ko'p uchrar yo'lingda yaxshi-yu yomon ham. Izlasang topilar har mushkulga iloj, gar zamonga boqmasang boqmas zamon ham. Sandanam, mandanam, undanam, bundanam, bizdanam, zo'rdanam qolar bu dunyo. Kamdanam, ko'pdanam, kengdanam, tordanam, yo'qdanam, bordanam qidirma xato. Kundanam, tundanam, tongdanam, sondanam, oydanam, yildanam nolima aslo. Balodan, qazodan, dardi bedavodan, uzursiz xatodan asrasin Xudo. Hayotning mitti uchqunday tez yonib o'tishing his qilyaptimi? Qayg'uga berilma, kuyinma jo'ra, o'ylanib o'tirma, tur undan ko'ra sinovni bergandan chora.
hammasini so'ra. To'xtama toki yurak uryaptimi? Siqilma, mehmondir tanangda bu jon ham. Ko'p uchrar yo'lingda yaxshi-yu yomon ham. Islasang topilar har mushkulga iloj. Gar zamonga boqmasang, boqmas zamon ham. Sandanam, mandanam, undanam, bundanam, bizdanam, zo'rdanam qolar bu dunyo. Kamdanam, ko'pdanam, kengdanam, tordanam, yo'qdanam, bordanam qidirma xato. Eringiz kelsa o'zlariga tushuntiramiz. Mana Dadasi. o'zlari ham keldilar. Assalomu alaykum. Sizni so'rab kelishdi. Va alaykum assalom. Men tadbirkorman. Mahalla raisining aytishi bo'yicha sizni ancha yillik haydovchilik tajribangiz bor ekan. Shuning uchun bizni yangi tashkil qilingan korxonamizda haydovchi bo'lib ishlasangiz degandik. Mana bu mashina sizga. Rahmat. Tabriklaymiz. Hozir kelsalar aytamiz. Oy, ke o'g'lim. Tinchlikmi? Mana qara o'g'lim. Davlat menga order beribdi. Tuzalib ketishim uchun. Yo'q, voy xudoga shukr. Ey bolajonim. Singlim, sizni boshingizdan kechirganlaringizni mahalla faollari sifatida yaxshi bilamiz. Va yaxshigina hunaringiz borligidan xabarimiz bor. Shuning uchun sizga xotin-qizlar tadbirkorlik qilishi uchun bankdan imtiyozli kredit hujjatlarini taqdim etamiz. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Kundanam, bundanam, tongdanam, shomdanam, oydanam, yildanam ma'lum aslo. Balodan, qazodan, dardi bedavodan, huzursiz xatodan asrasin Xudo. Siqilma, ishlaring yurishmasa ham, do'stlaring yoningda turishmasa ham, kecha har so'zingga mushtoq kimsalar hatto qo'l uzatib ko'rishmasa ham, siqilma, hali zo'r kunlar keladi. Yo'qotganlaringning o'rni to'ladi. Buguncha boriga shukr qil. Shunda ertangi kun sening kuning bo'ladi. Yangi O'zbekiston. Inson qadri, inson baxti